Bilgan bo'lsangiz zikrni haydalgani, sinovdan o'tganiga talab yaxshigina ko'p ekan. Chunki yangi olganda ba'zilarda reduktori ketib qolayotgan bo'lishi mumkin ekan-ku. Mana sinovdan o'tgan, 1800 kilometr yurilgan, bosib ham ko'rilgan, haydab ham ko'rilgan, qizdirmasdan ham qizdirib ham yurib ko'rilgan. 1800 ta probeg va eng top komplektatsiyalardan, ya'ni Zikr 9X Ultra'ni jamiki dop opsiyalar qo'rilgan. Oddiy misol, orqa sidena aylanadiganlik. Ham knopkani bossa orqa sidenalar aylanadi. Ba'zi undan tashqari mana qarang, eshuklari knopkada ochilib yopiladi. Shu ham hammasida o'rmaydi. Undan tashqari полный night paketda. Undan tashqari lagan diski. Yana 70 kilovatli batareyaga. U ham mayli, полный kuzov, falon pulga birona plyonka qilingan. Zaminga mashina olsangiz, nardan birona plyonka qilib qo'ying. Mana shunaqa yengidek qirilmaydi, chizilmaydi, sarafina bo'lmaydi turadi. Eng qizig'i, diskalarigacha birona plyonka qilib qo'yilgan ekan. Men bunaqasini endi ko'rishim. Undan tashqari mana bu ko'rasiz, Michelin ballonlar. Shuni o'zini 2,5 mingga qo'yilgan ekan. Xullas, общий, ya'ni $5000 xarajat qilingan ekan. Nat paketligini. Aytdim, xullas, absolyutno yengidek, ya'ni 1700 kilometr yurgan sinovdan o'tgan Zikr 9X. Srochniga 95 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ana endi bosib yuboradigan joyi bilasizmi? Aynan shu komplektatsiyalar yaqinda ham 140 mingga sotilgani esimda turibdi. Bu eng pullardan bosib yuboringlar, ketib qoladi. Undan ortiq qanaqa tush kerak, undan ortiq tushmaydi lekin shoni.